Samarqand shahri mezbonlik qilgan Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 59 yillik yig'ilishi munosabati bilan yurtimizga tashrif buyurgan Koreya Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Ko Yun Cheol boshchiligidagi delegatsiya poytaxtimizdagi bolalar milliy tibbiyot markazida bo'lib, bu yerda yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishdi. Shuningdek, mazkur muassasada mamlakatimiz hukumatı va Sog'liqni saqlash vazirligi mas'ullari hamda martabali mehmon ishtirokida uchrashuv tashkil etildi. Muloqotda ta'kidlanganidek, keyingi yillarda ikki davlat o'rtasidagi do'stona aloqalar tibbiyot sohasida ham izchil rivojlanib bormoqda. Bu esa mazkur yo'nalishda yangi qo'shma loyihalar ro'yobi uchun keng yo'l ochyapti. Xususan 2020-yilda prezidentimiz tashabbusi bilan bunyod etilgan qiymati 130 million AQSh dollariga teng bolalar milliy tibbiyot markazi Janubiy Koreya bilan hamkorlikda amalga oshirilgan mega loyihalardan biridir. Muloqotda janob Ko Yun Cheol ushbu muassasa faoliyatini yuqori baholadi. Ayni paytda ushbu markaz hududida Koreya Respublikasining iqtisodiy rivojlanish va hamkorlik fondi bilan birgalikda kattalar uchun ko'p tarmoqli zamonaviy tibbiyot markazini barpo etish loyihasi amalga oshirilayotgani ta'kidlandi. Bu hududda bolalar, kattalar tibbiyot markazlari, onkologiya markazi hamda tibbiyot universiteti birgalikda o'sha Koreya tibbiyot klasteri sifatida faoliyat olib borishi uchun birinchi bosqichda bolalar milliy tibbiyot markazi faoliyatini boshlagan. Shaxsan hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan markazimiz noldan barpo qilingan va buni davomi sifatida kattalar tibbiyot markazi, onkologiya markazi hamda shu Koreya o'quv dasturlari asosida faoliyat olib boradigan universitet ham rejalashtirilgan qurilishi. Bundan ko'zda tutilgan maqsad Koreya tibbiyot modelini O'zbekistonda faoliyatini yo'lga qo'yish. Loyihaning umumiy qiymati 149,8 million AQSh dollarini tashkil etadi. Shundan 124 million dollari Koreya Eksim banki orqali taqdim etiladigan kredit mablag'laridir. 25,8 million dollar esa O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi. Loyiha doirasida barpo etiladigan 300 o'rinli 4-toifali zamonaviy tibbiyot muassasasida 700 dan ortiq yangi ish o'rni yaratiladi. Bu yerda yiliga 8,5 mingtagacha yurak-qon tomir xirurgiyasi, transplantologiya, neyroxirurgiya, reabilitatsiya, orqa miya va bo'g'im og'riqlari bilan bog'liq yuqori texnologik jarrohlik operatsiyalarini o'tkazish imkoni bo'ladi. Ushbu ezgu tashabbus doirasida 130 nafar o'zbekistonlik tibbiyot xodimlarini malaka oshirish uchun Koreya Respublikasiga yuborish, 30 nafardan ziyod koreyalik yuqori malakali mutaxassislarni yurtimizga jalb etish ko'zda tutilgan. Bu qurilish jarayonlari hozirgi vaqtda olib borilyapti. 300 koykaga iborat kasalxona bo'ladi. Ichida zamonaviy tibbiyot uskunalariga bo'ladi, katta loyiha bo'ladi. Nafaqat O'zbekiston fuqarolariga, bizning qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va boshqa davlatlarga milliy turizmga ega keyingi loyihamiz milliy onkologiya loyihasi va oliy ta'lim maskani loyihasi ham iborat bo'ladi. Laboratoriyalar, simulятsion markazlar va zamonaviy texnikalarni Koreya Respublikasidan o'rnatiladi. Mehmonlar yangi majmuaning qurilish jarayonini ko'zdan kechirdi. Yakunda tomonlar Koreya Respublikasining iqtisodiy rivojlanish va hamkorlik jamg'armasi bilan hamkorlikda poytaxtimizda qiymati 424,3 million dollarlik tibbiyot klasterini tashkil etish bilan bog'liq masalalarni muhokama qildi.